Padarkush dramasi. Padarkush dramasi 1911-yilda yozilgan. Oradan 2 yil o'tgach ushbu asar kitob holatida chop etiladi. Tron truppasi 1914-1916-yillarda bu spektakl bilan butun Farg'ona vodiysini aylanib chiqdi. Padarkush Turkistonni junbushga keltirgan qirg'inbarot inqilob yillarida ham sahnadan tushmadi. Bir tomondan millatni ma'rifat va taraqqiyot sari undashda buyuk rol o'ynagan bo'lsa, ikkinchi yoqadan professional o'zbek teatri va dramachiligi maydonga kelishi hamda taraqqiyotda muhim xizmat qildi. Taniqli dramaturg, publisist, din va jamoat arbobi, jadidchilik harakati yetakchilaridan biri Mahmudxo'ja Behbudiy Samarqandda tug'ilgan. Behbudiy Ahmad Yasaviy avlodida qozixonada qozi muftiy darajasida ko'tarilgan. Behbudiy 1911-yilda Padarkush dramasini yozdi. Bu birinchi o'zbek dramasi edi. Drama tuzilishi 3 parda, 4 manzaradan iborat. Milliy fojiaga asoslangan bu asarni dastlab nashr qilish biroz cheklanadi. Bunga esa o'sha zamondagi davlat tuzumi sabab bo'lgan. Asar mazmuni o'qimagan va johil farzandni o'z otasini o'ldirishi haqida edi. Padarkush so'zining ma'nosi ota qotili degan ma'noni beradi. Dramada boy uning o'g'li Toshmurod, yangi fikrli domla, ruscha tahsil olgan ziyoli boyning mirzasi, Xayrullo boyning qotili bo'lgan Tangriqul va boshqa obrazlar qatnashadi. Dramaturg ilgari surgan ma'rifatparvarlik g'oyasi shu obrazlarning o'zaro suhbatlari, bahs-munozaralari jarayonida namoyon bo'ladi. Behbudiy boy obrazi orqali pul, mol-dunyoga ega bo'lgan, ammo farzand tarbiyasi va ilmga e'tibor bermagan kimsa sifatida aks ettiradi. Dramadagi boyning eng katta xatosi ziyoli va domlaning gapiga quloq solmaganidadir. Asardagi domla va ziyolilar hayoti yo'lida bir-biriga yaqin. Dramada ikki obraz xususiyatlari bir-biriga qarama-qarshi qo'yiladi. Domla va ziyoli boy, Toshmurod, Tangriqul, Toshmurod, Artun obrazlariga qarama-qarshi izlangan tarzda ifodalanadi. Dramatik asar voqealari o'zaro ziddiyat shakllantiradi. Bu vaziyatni ilmli va ilmsizlar o'rtasidagi kurash bilan izohlanadi. Hurmatli kitobxonlar, ushbu kitobni sizga tavsiya qilishimizdan maqsad mehnat mashaqqatsiz hech qachon biror narsaga erisha olmaysiz. Qachonki o'qib bilim olsak, shundagina hayot yo'limiz saodatli, umrimiz oxirigacha rohat va rohatda o'tadi. Shuni ham unutmaslik kerak, farzandlar aynan ota-onasidan o'rnak oladi. Bu hayotiy hikmatni Mahmudxo'ja Behbudiy tengdoshimiz Toshmurod misolida bizga buni yetkazmoqchi bo'lgan albatta. Xulosa qilib aytganda, Padarkush dramasi ana shunday ilm-ma'rifatga targ'ib va tashviq qilish e'tiboridan juda katta tarbiyaviy ahamiyat kasb etadi.